Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay qanun çıxarış orqali xalqaro cəmiyyətin gözini boyashqa urinmoqda. Xitay rejimi xalqaro cəmiyyətin gözini boyash uchun jinoyatga chetishli xodimlarning urug' tuqqanlarini chetib jazolash to'g'risidagi belgilamani bekor qilganligini e'lon qildi. Birlashma Sahar gazetining 29 dekabr xabar qilishicha, Xitoy Xalq Qurultiyi doimiy komitetining qonunchilik xizmati komiteti tayyorlagan 2023-yillik anga elib tekshirish xizmati ahvoli to'g'risidagi dokumenti 14-navbatlik Xitoy Qurultiyi doimiy komitetining 7-yig'inining qarab chiqishiga sunilgan bo'lib, dokumentda aslidagi jinoyatga chetishli xodimlarning yaqin tuqqanlarini chetib jazolash to'g'risidagi belgilama bekor qilinib, qonunga xiloflik qilib jinoyat o'tkazuvchi jinoiy javobgarligini o'zi ustiga oladi. Boshqalarga chetilib qolsa bo'lmaydi deyilgan. Xitoy rejimi barliq qonunlarni Xitoy Kompartiyasining manfaatini chiqish qilgan asosda shakllantirgan bo'lib, xalqning bu haqdagi har qanday taklif fikrlari qabul qilinmayli qolmasdan har xil to'kmatlar bilan yo'qotilish xavfiga duch kelgan. Xitoy bu qatim aslida qonunsiz bo'lgan mazkur qonunni amaldan qoldirish orqali xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga uringan bo'lsa-mu, amaliyotda Sharq Turkistonda Xitoyning to'kmatlari bilan atalmish jinoyatchi bo'lib qolgan Uyg'urlarni atalmish nuqtaliq boshqariladigan kishilar deb atab, ularga chetishliq kishilarning jo'risi, farzandlari, ota-onasi va boshqa yaqin tuqqanlarini jazo lageri va turmalarga solab jazolamoqda. Atalmish nuqtaliq boshqariladigan kishilarning tuqqanlarining ishga o'rinlashish, ijtimoiy sug'urta, chet elga chiqish qatorliq turli huquqlardan mahrum qilib jazolamoqda. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining azaldan Sharq Turkistonga bir xil siyosat, Xitoy o'lkalarida bir xil siyosat ijro qilayotganligini, ko'zbo'yamchilik uchun e'lon qilingan mazkur qonun o'zgartishining irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilinayotgan Sharq Turkistonda amaliylashishining mumkin emasligini bildirishmoqda. Amerika bilan Filippin yana bir qatim birlikda dengiz chorladi. Xitoy bilan bo'lgan dengizdagi surkilish jiddiy kuchayayotgan bir vaziyatda Amerika bilan Filippin ikkinchi qatimliq birlashma dengiz chorlashi ijro qildi. Bloomberg xabar agentligining 3-yanvar xabar qilishicha, Filippin bilan Amerika Janubiy dengizda 2 kunlik dengiz chorlashni boshlagan bo'lib, bu manevr ikki davlatning Xitoy bilan dengiz rayonidagi surkilishi jiddiylashayotgan bir mezgilda o'tkazilgan. Bu qatimliq birlashma chorlash o'tishma mashqi, aloqa tekshirishi, birlashma chorlash va uchish mashqini o'z ichiga oladi ekan. Mazkur birlashma chorlash 2021-yil noyabrda ikki davlat birlashma chorlashni asliga keltirgandan keyin yana bir qatim ishga oshirilgan bo'lib, Filippin Xitoy bilan talash tortish bo'layotgan dengiz rayonida Amerika, Yaponiya, Avstraliya qatorliq davlatlar bilan bo'lgan mudofaa aloqasini kuchaytirgan. Missouri shtati Xitoy bilan Rossiya shirkatlarining yer sotib olishini chekladi. Amerika Missouri shtatining boshlig'i Xitoy Rossiya shirkatlarining harbiy bazaga yaqin o'rindan yer sotib olishini chekladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Missouri shtatining boshlig'i 2-yanvar ma'muriy buyruq tushirib, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlarga tabe bo'lgan Amerikaning qora tizimligiga kirgizilgan shirkatlarning Missouri shtatidagi harbiy bazaga yaqin o'rindan yer sotib olishini cheklagan. Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan shtat boshlig'i Mike Parsonning ma'muriy buyrug'ida federativ hukumat Amerikaga tahdid deb qaralgan davlatlardan kelgan fuqarolar va shirkatlarning mazkur shtatdagi harbiy bazaga 16 kilometr keladigan doiradagi dehqonchilik maydoni yoki boshqa yerlarni sotib olishini cheklaydi ekan. Bildirilishicha, Amerika hukumati Xitoy, Kuba, Iran, Shimoliy Koreya, Rossiya va Venezuela prezidenti Nikolas Maduroni chet eldagi dushman kuchlar qatoriga kirgizgan. Shtatlik Kengash palatasining boshlig'i Kalib Rowden mazkur qarorning Kengash palata yig'inidagi muhim bir ish ekanligini bildirib, biz tashabbuskorlik bilan har qanday yoshirin tahdidning oldini olishni xohlaymiz degan. U yana hozirga qadar harbiy bazaning atrofidagi 16 kilometrlik doirada hech qanday chet el organining yer zaminga ega emasligini ta'kidlagan. Today we're here to talk about foreign-owned agricultural land in Missouri with China and other adversarial nations. 2023 yilning oxirida chet el mablag'ining Xitoydan chekinishi tezlashgan.
2023 yilning oxirida chet ellik mablag' solg'uvchilar Xitoydan chekinishni tezlatgan bo'lib, Sharq-Janubiy Osiyo asosliq xalqaro mablag' oqadigan eng yaxshi o'ringa aylangan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Osiyodagi kapital eqishi 2023 yili zo'r o'zgarishlarni boshdan kechirgan bo'lib, mablag' selishda Xitoy qizg'inligi tövallab, Sharq-Janubiy Osiyo davlatlariga mablag' selish qizg'inligi o'rlagan. O'tgan yilning oxirida xalqaro mablag'ning Xitoydan chiqib ketishi tezlashgan. Sharq-Janubiy Osiyo davlatlaridagi shirkatlar bozorga selish va mablag' yurishtirishda aktiv rol o'ynagan. Reuters agentligining 3-yanvar xabar qilishicha, Amerika mablag' selish bankisi Morgan Stanley'ning tahlilchilarining aytishicha, yer shariviy mablag' solg'uvchilar 2023 yili 12 oyda Xitoy pay chekini shiddat bilan sotgan bo'lib, setish sur'ati bu oyda butun bir yildagi setish harakatiga selishtirganda eng tez bo'lgan. Pay chekining aldirab setilishidagi sabab to'lam talabini qondirish va mablag'ni dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoydan yiroqlashtirish ekan. Morgan Stanley'ning tadqiqot guruhi seshanba kuni xaridorlarga bergan dokladida Xitoy va Hong Kong pay bozoridagi ko'plagan mablag' solg'uvchilar oldingi oyda hisob qimmati 3 milliard 800 million dollar qimmatidagi Xitoy pay chekini sotganligini e'lon qilgan. Thermo Fisher shirkati Tibetga DNA avrishkisi yig'ish uskunalarini setishni to'xtatgan. Amerika biotexnika shirkati Thermo Fisher Pantexnika shirkati Amerika xabar turbati Axios'ga kishilik huquq tashkilotlarining tanqidi va parlamentning besimi sababli Tibetga DNA avrishkisi yig'ish uskunalarini setishni to'xtatganligini aytgan. Fransiya xalqaro radiosining 3-yanvar xabar qilishicha, Xitoy rejimi mustamlikada yashayotgan Tibetlardan elingan avrishkilar orqali g'oyat zo'r DNA sonliq ma'lumot ombiri qurib chiqqan. Thermo Fisherning bayonotchisi el-xat orqali bu haqda bayonot e'lon qilib, bir qator omillarga asosan biz 2023 yilining o'ttirlarida Tibetga HID insonlarni farqlantirish mahsulotlarini setishni to'xtatib, Tibetga mazkur texnikamizni sotmaslikni qaror qildik degan. Ammo bayonotchi so'ziga yana Thermo Fisher ishlab chiqargan HID texnikasining jinoyatchilarni iz qo'g'lash, odam atkazchiligini cheklash va xato ayblanganlarni qutuldirish qatorliq muhim adliyalik qo'llanish qimmati borligini bildirgan. 2023 yili Xitoy hujjatiga asoslangan dokladlarda Xitoy soqchilarining Tibetda keng ko'lamda DNA avrishkisi yig'ish harakati qo'zg'alganligi, ishlatilgan uskunlarning Thermo Fisher Pantexnika shirkatidan setib olinganligi oshkorlangan. Shuningdek, bu shirkat Tibetda mahsulotlarni setishni to'xtatish besimiga duch kelgan. 2022 yilning oxirida Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti a'zolari Thermo Fisher Pantexnika shirkatining raisi va bosh ijroiya amaldori Mark Kasperga maktub avatib, shirkatning mahsulotlarini rayonda ishlatishni kontrol qilishni talab qilgan. Ironda orqa-orqadan portlash yuz berib, o'lganlar 103 ga yetdi. İranning Kerman o'lkasidagi Qasim Sulaymonining qabrisiga yaqin joyda portlash yuz berib, o'lganlar 103 ga yetdi. İran davlat televiziyasi İran inqilob muhofazachilari qarmog'idagi Quddus qismlari qo'mondoni Qasim Sulaymonining 2020 yili 3-yanvar Amerikaning Bag'doddagi hujumida o'ltirilishining 4 yilligini xotirlash faoliyatlari o'tkazilgan yo'lda orqa-orqadan 2 portlash yuz berganligini xabar qildi. Dastlabki aniqlashlarga qaraganda taxminan 10 minut oraliq qoldirib yuz bergan 2 qatimliq portlashda 103 odam hayotidan ayrilgan bo'lib, 170 odamning yaralanganligi bildirildi. İran davlat televiziyasi portlashlarning terrorlik hujumi ekanligini uqtirdi. Qasim Sulaymonining qabrisi joylashgan Kermanda xotirlash faoliyatiga har yili İranning nurg'un shaharlaridan kelgan minglagan kishi qatnashadi ekan. Mazkur hujumning Isroiliya istixborot tashkiloti Mossad tarafidan elib berilganligi va buningga Amerikaning yaqindan yordamda bo'lganligi ilgari surilgan bo'lib, Amerika hukumati bo'lsa bu qatimliq hujum bilan chetishligi borligi to'g'risidagi ayblashlarni rad qildi. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Matthew Miller kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida bu haqdagi savollarga javob berib, Amerika har qanday tariqada bu ishga aralashmadi. Aksiga qarashlar kulkilik. Ikkinchidan, Isroiliyaning bu portlashlar bilan chetishligi borligiga ishonishga asosimiz yo'q dedi. Isroiliyaning G'azzaga qaratgan hujumlarida qazo qilgan falastinliklar 22 mingdan oshdi. Isroiliyaning G'azzaga qaratgan 7-oktyabrdan buyangi hujumlarda o'ldirilgan falastinliklar 22313 ga yetdi.
Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, G'azza Sahiyya Ministerligi Isroiliyaning 89 kundan buyon davomlashtirayotgan G'azza hujumlari haqida yozma bayonot e'lon qilib, Isroiliyaning oldingi 24 soat ichidagi hujumlarida yana 128 falastinlikning o'ldirilganligini, 261 falastinlikning yaralanganligini bildirdi. Bayonotda Isroiliyaning 7 oktyabrdan buyon davomlashtirayotgan hujumlarda qazo qilgan falastinliklarning 22313 ga, yaralanganlarning 57296 ga yetganligi qayd qilindi. Yana bir tarafdan 7 oktyabrdan buyon kech kunduz G'azzaga hujum qilayotgan Isroiliyaning Hamasni bo'ysundira olmaganligi va sahada hech qanday natijaga erisha olmaganligi sababli qattiq besim ostida qolgan Netanyahu hukumatı G'azzadan minglarcha askarni chekindirish qarori oldi. Bunun bilan birlikda Amerika mu Isroiliyani qo'llash uchun Sharqiy Oq dengizga avatgan aviamatkasidan birini qaytarib ketishni qaror qilgan bo'lib, rayonda faqatli birla aviamatka qoladi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.